Bu omad emas, men chunki omadga ishonmayman. Mehnat qilsangiz, mehnatingizga yarashasini olasiz. Alloh o'shanga yarashasini beradi. Raqib haqida nimalarni bilasiz? Uning eng kuchli va zaif tomonlari deb nimani hisoblaysiz? Kuchli taraflari rekordi bir xil o'zimniki bilan 2-0. Stavkasi yo'q ekan-chi. Aslida uni barbasi kuchli ekan. Afg'oncha barbasi bor ekan. O'sha barbasini nakazat qilaman degan. Endi bizda ham barbamiz ham hamma narsamiz jotki. Barba menga nakazat qilmoqchi, uni ko'tarishmoqchi. O'shuning uchun menga ko'p vezib qilib, narsa qilib, videoobращение qilib chiqyapti. Men u narsaga atvet qilmayman. Nimaga? Chunki boydan oldin baltatsiya qilish bu hurmatsizlikka olib keladi-da. Ertaga yutqizib qo'ysangiz xato bo'ladi narsa. Kim bo'ladi, nima qo'yadi, lekin o'zbek emas, chetga liboyni bersa, men tayyorman, liboy berayman. Xudo xolasa, har bitta boydan keyin yaxshi podgotovka qilsa, yaxshi mehnat qilsa, Alloh o'sha narsaga erishtiradi. 25-aprel kuni Xudo xolasa yaxshi boy bo'ladi. Men O'zbekiston xalqimdan shu narsani so'rab qolaman. Yaxshi poddershka qilib, duo qilib turinglar. Xudo xolasa, nakazat bilan inshaalloh g'alaba qozonamiz, Xudo xolasa.